Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Soyba. Bugun sizlarga Tunji qo'ng'iroq ovozi degan mazmunni o'qib beraman. Tunji qo'ng'iroq ovozi. Oyxonani oqartish uyushmasining ishxonasiga kirganda uyushma mas'uli qata- qatang'ur chiraydan qaysarlik chiqib turadigan Husayn apandi bir necha kishiga ish topshiradi. O'qishga tizimlashgan yuz necha bolaga texi sinib yo'q. Ularni hargiz maktab sirtiga qoldirishga bo'lmaydi. Bir amal qilish kerak. Egil qo'noqlarni sinib qilib bo'lsa-mu dars o'tish kerak. Qayri Qayerlikda o'quvchilarning ota-onalarimi bizni izlab bolalarimizni pani maktabda o'qitsak deb ketyotidi. Hiliqi kishilar aldirash chiqib ketishdi. Bu yoqqa kelibsiz, dedi Husayn apandi Oyxon onaga ochiq chiroy bilan qarab. Men 12 ig'iz uyimni hozir siz ig'il qo'noqlarda o'qishga majbur bo'lyotidi degan bolalarni o'qitishga atay deb kelavedim, dedi Ayxonini oddiyla qilib. Nima dedingiz? Chiroyi ichilib ketgan Husayn apandi o'rnidan dikkida turib ketdi. 12 ig'iz uyi demsiz? Ha? Di Ayxonana. Rahmat sizga, Oyxon. Bizning eng mushkul ishimizni hal qilib bergan bo'ldingiz. Sizga o'xshash padikarlar ko'paysa, ishimizni uzoqqa qolmay o'qish yashidiki, hamma bolalarimiz maktabda o'qiydigan bo'ldi. Bizning ahvolimizmi omon osmonda uchadigan dengizda ustixon yer tagidan bayliq qazadiganlar chiqadi. Bizmu dunyoda maydimizni kirib yurtadigan bo'lamiz, dedi Husayn apandi hayajon holda. Shu kuni tushdan keyinla Oyxon onaning hovlisida ish boshlanib ketdi. 10 ig'iz uyga parta o'rindiqlar ikki qur qilib tizildi. 2 ig'izlik uy o'qituvchilar ishxonasi qilindi. Atiganda 2 rat bo'lib tizilgan 100 necha bola 3 sinfga o'rinlashdi. Oyxonani beqavolganlari bir qancha vaqt bo'lgan olti yetim bolami bu maktabda o'qiydigan bo'ldi. Atiganda Oyxon onaning hovlisidan yangragan tunji qo'ng'iroq ovozi yangi maktabda dars boshlanganligidan xabar berdi. Qo'ng'iroq sadosidan hayajonlangan Ayxon vujudi ehtiyotsiz jug'ildab ketdi. Ko'zlaridan issiq yosh quyildi. Biroq bu yoshlar uning xushalliq yoshlari edi.